Lekin hurmatli obunachilar, mana alhamdulillah Angliyada Liverpool ko'chalarida inshaalloh akamiz Otabek akam ayollari bilan Xudo xolasa birgalikda sayohat qilyapmiz. Aylantirishyapti. Xudo xolasa inshaalloh aka. Otabek aka, qalay aka Angliyada? Hammasi zo'r. Angliyani havo, yurishi, gaplar, aylanishlar, vaqtlar hammasi VIP. Aka, ko'pchilik Angliyaga borishni xohlaydiganlar ko'p. Angliyani o'zida yashayotgan o'zimiz O'zbekiston fuqarolari bilan ham birgalikda videolar qiling, o'sha ularni shaxsiy o'zini fikrlarini eshitaylik deb ko'pchilik so'rashadi. O'zingizni haqiqatdan mana qanaqangi ichingizda qanaqa fikrlar, qanaqa gaplaringiz bo'lsa, Angliya haqiqatdan ham kelishga arziydimi? Bu yerda haqiqatdan kultura, komfortniy zona, qanaqangi bir ishlash, yashash, qanaqa bo'lsa hammasini o'zingiz og'iz bilan aytsangiz inshaalloh qolganlar ham eshitib, tashqarisini xulosa qilib, tahlil qilib ko'rishadi. Albatta, Angliyaga hayot zo'r. Yurish, maishat, ishlar, oyliklar hammasi zo'r. Ishlaydigan tishlaydi. Endi biz lavz bermaymiz, masalan, bunday deb mana yuribman. Mana akam mehmonlikka kelyapsan, ishlaymiz. 20 soat, 15 soat, 10 soat masalan ishlaymiz. Qancha ishlasak shuncha pul keladi, shuncha daromad. Yurishlar, aylanishlar, hammasi VIP. Bir haftada 5 kun ish, 2 kunda. 2 kun, menga 5 kun ish, 2 kundan. 2 kunda. Har hafta soatiga примерно 15-20 funt sterling atrofida pul olinadi. Haftasiga 600 funt sterling, oyiga 2,5 funt sterling. Bu dollarga hisoblaganingizda 3000 dollar atrofida har oy daromad qilsa bo'ladi. 3000 daromad qilsa bo'ladi. 1000 dollarini yeb, ichib, kayf qiling, 2000 pensiya yuborasiz. Takshtik. O'zingiz ham xursandsiz, uydagi oila a'zolaringiz ham xursand, hammasi xursand bo'ladi. Men Angliyaga kelib ishlab, o'zim qanday ishlab yursam, qanday yeb ichib yursam, uydagilarni ham shunaqa обеспечить qilganim uchun men xursand. O'zbekistonga uydagilarim gul, hamma narsa gul. Mana akamiz bilan aylanishlar chiqyapmiz, yuryapmiz, mazza qilib yuribmiz. Yangi keladiganlarga tavsiyam shu: qancha oldinga intilsalaringiz, shuncha kelsalaringiz o'zingiz uchun plus. Bu yerda ko'proq rus tili ozmoz, turk tili ozmoz, ingliz tili ozmoz. Hamma tildan ham ozmoz bilib olsangiz, o'sha bemalol ishini topib, ishlab, bemalol yashasa bo'ladi. Tilni maksimal zo'r bilgan odamlar haqiqatan ham bir yaxshi joylarga joylashadi, xudo xolasa. Albatta, mana kelganimga masalan tilni ham uncha bilmas edim, ijtimoiy bilmas edim. O'zim